Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Sizlar bilan Humoyun Inoyatov. Men sizga biza olaman. Aha. Uzr. Mani podarkam stolsida olib kelib oling boshlashdan oldin. Keyin oxirida berib yuborsangiz ham bo'ladi, в принципе, shart emas-ku. Sizga o'zingizga qanday qilib bersangiz bo'ladi? Yo'q, qo'limga berish shart emas. Ha, Bu joyini masalan to'xtatmasdan arasga qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Necha o'rda ko'rgan bo'lsangiz. Sizga qanaqa tuyuldi? Siz yordam bu yoqqa kelganingizda tezlik masalasida nimaga uchradingiz? Rus tilida skarablar nabal degandagi qirg'oqdan chiqib srazu urushga borganmiz. Amsterdam juda velosipedlarni shahri. Velosipedni yo'li eng prioritetda. Peshxod uni yo'lini noto'g'ri yoki даже kerakli joyda ham kesib o'tsa, gap eshitib qolishi mumkin. Men oldingi safar kelganimda 1-2 marta so'kish eshitganman-da. Velosipedda haydab o'tib ketayotgan odamni nimadir ketgan tushunmaganman. Lekin to'g'ridan gapirayotgan, baqirib o'tib ketgan to'g'ridan so'kkan. Xursand emas edi. And on the right hand side. Oh no! Ofisda ishlash yaxshimi yo'q uyda ishlash yaxshimi yoki gibrid bo'lishi kerakmi? Gibrid bo'lishi kerak. Ya'ni bitta radikal fikr faqat uyda yoki faqat ofisda degan fikr men qo'shilmayman. Amazonda o'zi nimaga sizlarni ko'proq yo'naltirishga harakat qiladi? Masalan, ko'proq ofisda ishlanglar deydimi yo fleksibelroqmi kompaniya? Amazon hali ham hibrid. 5 kun ofisdan, 2 kun uydan ishlasa bo'ladi degan hazillar ham bor edi. O'zini sohasini yoqtirgan odam bir kun ham ishlamaydi deyshadi. Siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Ideal world does not exist. O'rtoqlar, agarda shu joyini ko'rgan bo'lsanglar, iltimos kommentariyada bizdan so'kmanglar. Biz qo'limizdan kelgancha o'zbek tilida gapirishga harakat qilamiz. O'xshamay qoladigan bo'lsa, bu endi odam o'zini o'rganib qolgan tabiatiga bog'liq. O'zingizda nimadirni darhol o'zgartirish imkoniyati bo'lganini nimani o'zgartirasiz? O'zbek tilini rivojlantirgan bo'lardim. O'zingizni unaqa odam deb hisoblamaysizmi, ya'ni startapga rivojlantirgan? Mana shu savolingiz juda o'rinli. Ya'ni men shu orqali javob beraman. Men risk olishga qiynalaman. Ayniqsa oilaviy vaziyatda, farzandli odam bo'lganda bu narsa og'irroq keladi. Sizni ishsiz qoldirsa kim bo'lmoqchisiz? Avtobus haydovchisi bo'lgan bo'lardi. Agar hayotda tug'ilishni tanlash imkoniyati bo'lganda, hayotni tanlagan bo'lardingiz? Men o'zbekligimdan g'ururlanaman. Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Sizlar bilan Humoyun Inoyatov. Bugun biz Amsterdamdagi Amazon ofisida o'tiribmiz. Iskandar aka Anvarov bilan bugun suhbat quramiz. Shuning uchun videomizni oxirigacha ko'ringlar va o'zingizlarga foydali ma'lumotlarni olasizlar degan umiddamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir marta Iskandar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Rahmat. Shunchalik nima desa bo'ladi, ofisga taklif qilganingiz uchun, sharoit berganingiz uchun kattakon rahmat. Nima desa bo'ladi, hamma ham bu narsani qilib bera olmaydi, hamma kompaniyalar ham ruxsat bera olmaydi. Hamma xohlashi mumkin, lekin hamma kompaniya ham ruxsat bermas ekan. Oldingi safar ko'rdik, muammo bo'ldi. Masalan, Ozodbek aka bilan rosa suhbat qilishga harakat qilgan edik. O'xshamay qoldi sal. Bugun xudo xolasa sharoitimiz borligi uchun suhbatimiz ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Faqat bir narsani eslatib o'tishim kerak, hurmatli tomoshabinlar, o'rtoqlar. Ya'ni meni nima desak bo'ladi, hayolparastligim sababli meni mikrofonim qolib ketibdi. Iskandar akani ovozlari yaxshiroq eshitilishi mumkin, meniki sal yomonroq eshitilishi mumkin. Shunga aybga buyurmaysizlar. Xudo xolasa iloji boricha to'g'rilashga harakat qilamiz. Agarda to'g'rilashni iloji bo'lmaydigan bo'lsa, bizani asosiy gaplarimizni gapiradigan, fikrlarimizni beradigan inson ovozlari yaxshiroq, meniki sal pastroq eshitilishi mumkin. Iskandar aka, o'zingiz haqingizda gapirib bermasingizdan oldin men yana bir narsani eslatib ketmoqchiman. Iskandar aka Amazonda 2022-yil, to'g'rimi? 2022-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan ekanlar va shu Amsterdamda yashab kelayotganlar oilalari bilan. Biza hozir nima desak bo'ladi, ofisni bitta meeting roomini rent qilib o'tiribmiz. Shuning uchun sal atmosferamiz kichkinaroq xonada bo'lishi mumkin. Buni ham hisobga olib. Xo'p, Iskandar aka, endi sizga o'tadigan bo'lsak, siz o'zi nima desak bo'ladi, qanaqa qilib Amazonga kelib qoldingiz? Ya'ni oldin qayerda ishlardingiz, keyin qanaqa qilib kelib qoldingiz? Qisqacha qilib shuni aytib bera olasizmi? Amazonga kelishimdan oldin IPAMda ishlaganman. IPAMda ishlaganimda Ukrainalik, Rossiya, Belarusiyalik kollegalar bo'lgan edi. O'shanda gap orasida intervyularga tayyorlash, fan haqida qiziqishlar, gaplar chiqqanida o'shanga bir ahamiyatimni berganman. Telegram gruppa bo'lardi, fan intervyu degan, o'shanga kirib, qiziqib
IPAM bilan ishlayotgan vaqtimda parallelni tayyorlanib, apply qilganman. O'zimni rezyumemni bir nechta kompaniyalarga topshirib, harakat qilib ko'rgan edim 22-yil. O'shandan mana Amazonga o'xshab kelganman. Demak, siz Fang intervyu gruppaga kirdingiz, tayyorlanishni boshladingiz, keyin topshirdingiz, kirdingiz va relokatsiya bilan keldingiz. Xo'p, o'zi siz men bilganim bo'yicha Westminsterda o'qigansiz. To'g'rimi? Qanaqa sohada o'qigansiz? Business Information Systems. Business information. Bu ITga eng Yaqin bo'lgan fakultet. fakulteti. Adashmasam Jahongir aka ham shu yerda o'qigan. Ha, mendan 1 yil oldin Shamsiddin men bilan birga, Vohidjon bir yil oldin. Shamsiddin. Ha. Keyin u yoqda dasturlash haqida tushunchangiz bo'lgan, Westminsterda o'qiyotganingiz demak, to'g'rimi? Ha. Men litsey vaqtidan beri o'shanga bir qiziqib, ITda qanaqa, nima qilishsa o'zimni ikkilanish bilan-ku, lekin litsey vaqtida IT sohaga kiraman, injener bo'laman degan fikrlar o'shanda paydo bo'lib mahkamlangan. Litsey vaqtida. Litsey vaqtidan dasturchi bo'laman degan tushunchangiz bo'lgan, Ha. dasturchi nima ish qilish kerak, Ha. ishlaydi. Lekin nimaga masalan sizni tanishlaringiz NHAga kirishdingiz, siz Westminsterda qoldingiz? Mani bir nechta guruhdoshlarim NHAga o'tgan bo'lsa, qolganlar biz bilan davom ettirgan. Bu birinchi sababi 1 yil yutganmiz. Ya'ni biz 3-kurs litsey, 1-kurs universitet bilan birlashtirib 1 yil yutganmiz. Keyin уже anaqa qilingan edi. NHA hali yosh edi. Ya'ni Nima tekshiruv dark horse deydi-ku. O'shanga anaqa ishonilgan anaqasiga bo'lib, просто davom etaverganmiz, bilasiz, uni yo'l bor, shu yo'ldan ketaverganmiz. Riskovat qilgisi kelmagan, ya'ni Ha, xuddi shunday. Ha. NHAga kirsam nima bo'ladi degan. Keyinchalik o'ylaganmiz, hech o'qisam bo'larkan shu NHAda deb, qolganlarni ko'rib, masalan, tanish bilishlaringiz orasida. Yo'q, achinadigan anaqalar xayollar albatta bo'lmagan. Hayotim davomida, ishim davomida albattaki ba'zi bilimlar, distinctive qanaqadir bitta modullar yetishmaganligi albatta bilinadi. Shuni qoplash ishim davomida ro'y bergan. Universitetda bazaviy bilimlarni olganimda ancha osonroq bo'lar degan fikrdaman. Yaxshi bir tomonlama nima desak bo'ladi. Bu narsani so'rayotganim baribir sizga chiqqanimiz kim orqali bo'lganini oladigan bo'lsak, shu NHAda bizdan kattaroq o'qigan do'stlarimiz orqali sizga chiqdik. Ular kontaktingizni berishdi. Shuning uchun ham nima desak bo'ladi. Ba'zi do'stlar NHAda o'qiydi, ba'zi do'stlar o'zingiz bilan o'qigan. Shuni hisobga olib NHA haqida savol bermasam bo'lmasdi. Nima desak bo'ladi? Birinchi ishingizni masalan qanaqa qilib topdingiz? Qanaqa qilib topdingiz deganda, ya'ni siz Westminsterda ishlayapsiz, litseydan tushunchangiz bo'lgan, siz universitet paytidanoq ishlashga harakat qilib, tajriba orttirib kelganmisiz, yo undan keyin boshlandimi? Qanaqa qilib o'zi nima desak bo'ladi, productionga kirib keldingiz? Ha, 3-kursni bitirayotganimda, adashmasam 3-kursni tugatib, yozda juda ko'p kompaniyalarga topshirganman. Ulardan bittasi o'sha vaqtda qanaqadir to'lov anaqasi Marokand LLC bo'lardi. Nima edi ularning anaqasi, payment sistemi? UPay'da bir hafta ishlab menga vaziyat o'qishim, ishlashim yo'liga bo'lib ketganman. Bir hafta ular bilan bo'lib, keyin Nihol degan kompaniyaga, Nihol Comtex degan kompaniyaga kirganman, stajyor bo'lib kirganman. Eng qizig'i o'sha vaqtda ham oylik berishgan. Kam bo'lsa ham yaxshi oylik, stajyor uchun yaxshi oylik berilgan. O'sha vaqtda yozda ishlaganman, keyin yarim stavkada sentyabrda o'qishim boshlaganida o'tganman. Keyin kursavoylar bo'lgan vaqtida, ya'ni qishda men ketganman, mayda kelganman. Keyin keyingi yoz уже polni ketib, 4-kursni bitirganimda polni ketib, Sinel degan kompaniyaga o'tganman. Sinelga esa universitetdagi o'qituvchim, guruhdoshlarim topshirib kirganligidan mana ularga ilinib, qo'shilib kirib ketganman. Mana shunaqa production full time ishlashni o'shanda boshlagansiz. Kursni bitirganingizdan keyin. To'g'risini aytadigan bo'lsam, UPayda men ham biroz ishlaganman. Marokanda nima desak bo'ladi, qanaqadir ma'noda bir joyda ishlagan ekanmiz. Adashmasam 3 oy ishlagandim.
2020-yilni o'rtasida yoz vaqti ishlaganman, mana keyin ketgan edim. U sizni kirganingizda va qisman qisqacha tajribangiz bo'lgan ekan. Full time'dan o'tmasingizdan oldin nima qiyinchiliklarga uchragansiz? Birinchi ishga kirganingizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Baribir universitetda bilimi bor, undan tashqari qanaqadir pet projektlar qilib ko'rgansiz, lekin to'liq productionda ishlash vaqti kelganda odamda sal qo'rquv bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. Sizda shu qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Tayyorlanishda dunyo bir, haqiqatda hayot boshqacha. Productionda hayotda foydalanuvchi dunyoqarashi, uni tajribasi orqali harakatlanadi. Ya'ni texnik muammolar ikkilamchi, foydalanuvchini tajribasi muhimligini shu productionda ishlab bilganman. Yana xatolar bo'ladi, exceptionlar, xunuliklar. U 80% ishni qilish oson bo'lsa, 20% esa bu takomillashtirish bo'lsa, o'sha 20% takomillashtirish productionda muhimligi ancha bilinadi. Ya'ni exception handling, o'sha hammasini nima desa bo'ladi, ish orqali o'rganganman. Ya'ni qoqilib desa to'g'riroq bo'ladi. O'sha mani eng asosiy take away, o'zimni o'rgangan narsam bo'lgan. Siz bu hozir kompaniyada ishladingiz. EPAMga undan keyin o'tdingizmi yo orada boshqa joylarda ishladingizmi? Sinelda 4 yil ishladim. 4 yil 1 oy ishlaganman. Undan keyin 11 oy IPAMda ishlaganman. Sizda masalan IPAMda ishlaganingizda, IPAM baribir outsource kompaniya. Har xil klientlarga, har xil proyektlarda ishlashingiz mumkin. Endi u proyekt uzunligi sizni nima chek bo'ladi, proyektni olib qolmasin. Endi men u narsaga besh berishlotgandan keyin ancha yaxshi tushunaman. Baribir nima desa bo'ladi, outsourcedan product kompaniyaga o'tyapsiz. Keyin umuman boshqa sharoit, umuman boshqa davlatga keldingiz. Sizda nima qiyinchiliklar bo'ldi shu payt? Masalan, birinchi bo'lib ish tomonlama gapiring, keyin boshqa hayotiy, oilaviy narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Ishdan keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu ritual bo'ladi. Hamma ishi, har bir korporatsiyani o'zini muhim elementlari bor. Ish protsessida bizda misol uchun Amazonda egalik, ownership degan hislat muhim. O'sha dunyoqarashdan kelib chiqib ishlash prinsiplari bir xil o'zbek so'zlar ozgina esimdan chiqib qolgan. Ingliz tilini aralashtirib gapiravering. Biz Alloh xolasa ko'rib turgan odamlar tushunishadi. Muammosi yo'q. Biz toza o'zbek tilida gaplashishga harakat qilmaymiz. Men harakat qilaman qisman. Agarda sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilini aralashtirish yo rus tilini aralashtirish bemalol gapiravering. Mana shu bitta ozgina feedback berib ketsam, anaqa biz Vohidjon bilan ham intervyu qilganimizda men ham aralashtirib tillarni anaqa qilib yuborganman-da, kommentariyalarda juda anaqa harsh bo'lgan. Yo'q, bu yerda auditoriya boshqacha bo'lsa yaxshi. Nima desa ko'radi. Auditoriyamiz tushunadi degan umiddamiz. Chunki baribir hamma ITda ishlayotgan odam nima desak bo'ladi. Ingliz tiliga tilini bilishingiz kerak. Qanaqadir ma'noda rus tilini bilishingiz kerak. Adabiyotlarni o'qiysiz, maqolalarni o'qiysiz, baribir toza o'zbek tilida yodda ishlatilmaydi. Shuning uchun tushunishadi degan umiddaman. O'rtoqlar, agarda shu joyini ko'rgan bo'lsanglar, iltimos kommentariyada bizdan so'kmanglar. Biz qo'limizdan kelgancha o'zbek tilida gapirishga harakat qilamiz. O'xshamay qoladigan bo'lsa, bu endi odam o'zini o'rganib qolgan tabiatiga bog'liq. O'sha leadership prinsiplar bor Amazonda. O'sha bir xil bir nechtalarni men o'zimga muhim deb bilaman, o'zimda rivojlantirishga harakat qilaman. Bittasi bu egalik, deliver results, maqsadlarga erishish va shu tomonda qarasa, ish har kunlik ish mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni sizga berilgan vazifadan tashqari o'zingizni qilgan ishingizni kunlik davomidami qarab kuzatishingiz kerak. Uni o'zini tutishini, agar sizni qilgan ishingizda anaqa kamchilik yoki yaxshilantirish kerak bo'lgan bo'lsa, o'shanga qarab kirishasiz va nazar bilan qarab turib involve bo'lasiz. Involve bo'lasiz deganda nima desa bo'ladi? Baribir aralashtirish kelyapti qaysi momentlarda. Xo'p, siz bu ownership haqida gapirdingiz. Undan tashqari
jamoa bilan ishlash payti kelganda, bunaqa katta jamoa bilan bunaqa masalan AWS'da undan oldin ishlab ko'rgan bo'lsangiz kerak. Umuman AWS Ha, bo'yicha tushunchangiz bo'lgan. AWS uchun kelganman deb aytdingiz, haliroq ha, gaplashganimizda. Shu narsa tomonlama masalan, onboarding bo'ladi baribir hamma ha, kompaniyada. Onboarding bo'lgandan keyin ichki sistemani, masalan, qadriyatlarni tushunasiz. Undan tashqari intervyu topshirayotganda oxirgisi adashmasam behavioral intervyu bo'ladi. ha, To'g'rimi? Amazonni o'zi ichki core principle'lari bo'yicha savol-javob ha. bo'linadi. Shu bo'yicha o'tasiz. Ko'p insonlar bu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lganligi uchun, ochiq ma'lumotlar borligi uchun bu haqida so'rab o'tirganim yo'q. Lekin shu narsani bilib turgan taqdiringizda ham kelganingizdan keyin jamoaga ko'nikib kirishib ketish bo'yicha nimadir muammo bo'ldimi yo hammasiga ya'ni smooth olib kirib qo'yishdimi? Yo'q. Birinchi 6 oy juda mani tajribamda o'ta anaqa intensiv bo'lgan. Qiynaldim deb aytolmayman, lekin intensiv bo'lgan. Ya'ni Amazon o'ta mexanizmlarga asoslangan kompaniya, ya'ni qanaqadir muammo ish tartibini sistemalashtirishga harakat qiladi va birinchi haftada kelganingizda hamma sistemalarga birdaniga uchraysiz. Juda ko'p yangilik keladi. Day one deyiladi o'zi. Amazonda bu narsa o'ta muhim narsa. Ya'ni birinchi kungagalik qiziquvchanlik, ichki olov va yo'qotib qo'ymaslik va berilib ishlash anaqalarini his-tuyg'ularni rivojlantirishga harakat qiladigan prinsiplardan bittasi. Ya'ni juda ko'p narsaga uchrab, Amazondagi AWS ham men bilgan narsam bir suvi aysbergning tepa qismi biz bu yerda juda ko'proq chuqurroq bilamiz. Customerlarga, foydalanuvchilarga ochiq bo'lmagan elementlari bor. Ularni ham o'rganishga to'g'ri kelgan. Men o'zi kelishimdan oldin AWSda o'ta yengil bilimlarga ega bo'lganman. Ya'ni EC2 anaqalarni qilish, lambdalarni ishlatish. Keyinchalik mana уже 4-yilman ancha AWSda anaqa tajribaga ega bo'lib qolganman. Boshida esa hamma anaqalar yangiliklar birdaniga kelganlarda intensiv bo'lib tajribaga ilinganman. Undan tashqari bu hozir tajribangiz undan oldingi yuzaki bo'lib turib keyin chuqurlashganingiz haqida aytib berdingiz. Ish tezligiga keladigan bo'lsak, masalan, siz outsource kompaniyada ishladingiz, keyin bu yerga keldingiz. Ha. EPAMdan. Menga qaysi EPAMda shunaqa narsa tuyuladiki, EPAM men baribir klientlariga bog'liq qaysi lokatsiyada ishlayotganingiz. Ya'ni masalan, ruslar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham tezroq ishlash kerak. Ular tez ishlashadi, ularga yetib olish kerak. Bu yerda masalan, gollandiyaliklar bilan ishlaganimda shunaqa narsa bo'ldi. Hikmat aka ham aytdilar, masalan, Bookingda ishlaganimda sekinroq ishlashadi. Sekinroq deganda chillroq, unaqa rush bo'lmaydi, ya'ni shoshilinch. Sizga qanaqa tuyuldi? Siz u yoqdan bu yoqqa kelganingizda tezlik masalasida nimaga uchradingiz? Siz nimadir shoshilib qilishingiz kerak bo'lib qoldimi? Yo'q, sekin kirib o'rganib kelishga vaqt bo'ldimi? Rus tilida skarablar na bal degandagi anaqa qiroqdan chiqib sразу urushga borganmiz. Yo'q, Amazonda anaqalarni yangiliklarni chiqarish o'ta intensiv bo'ladi. Biza ham birinchi yilda kirganimda Resource Explorer degan servisga ishlaganman va o'sha yili biz uni chiqarganmiz. Ya'ni servis haqida aytib o'tsam, u hamma resurslaringizni inventarizatsiya qilib, sizga bitta search orqali, qidiruv orqali topib beradigan, uni compliance, security'ni manage qila olishingizga yo'naltirilgan servis bo'lgan. O'shani birinchi yil chiqarganmiz. Men AWS haqida bilimim kam bo'lganligiga qaramay, jamoaga yordam berishim kutilgan edi. Men L5 bo'lib qo'shilganman, mid level engineer va tez intensiv ravishda yangiliklarga qo'shilishim kerak bo'lgan. Shuning uchun men oson EPAMga undan oldingi mashinalarga qarab solishtiradigan bo'lsam, bir 3-4 barobar intensivligi tezroq deb bilaman. Bu paytda masalan 1 yil ichida o'sha aytgan narsangizni chiqardik deb aytdingiz, to'g'rimi?
uni ichida masalan charchab qolmadingizmi vaqt kelgan? Yo'q, birinchi yil qiyinroq bo'lgan. Ya'ni biz davlatga ham yangi bo'lib kelganmiz-ku. Uni hali отдельно anaqa qamrab olamiz. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha bilan bir vaqtda ishni ham o'rganish, anaqa proyektga ham qo'shilish anaqalari bilan intensiv. Men bu ko'p so'zni ko'p ishlatyapman. Bu bilan muammo bo'lgan. Undan tashqari bunga oilaviy masalan deylik bu umuman sharoitda bilmaysiz. Baribir tanishlaringiz bor o'rgatishga masalan bo'lmagan narsani bu yoqqa borasan, man bog'chaga manimga joylashtirasan, bu yoqda uy olsang yaxshi va hokazo deb baribir tushuntirishgan bo'lsa kerak. Amazonni o'zi ham bu jarayonlarga, ya'ni siz ishga onboard qilishingizdan tashqari bu jamiyatga, Gollandiyadagi jamiyatga qo'shilib ketishingizga qanaqadir yordam berganmi? Ya'ni bolangizni, deylik farzandingizni bog'chaga joylashtirib qo'yishi mumkin, uy olib berishga, topib berishga tomonlama qanaqa bo'lgan? Amazonda relokatsiya qilayotgan paytimda ikkita variant berilgan. Bittasi biza sani integratsiya qilishingga yordam beramiz. Odam anaqa bog'laymiz va shu bilan protsesslar bilan ketasan degan. Ikkinchi variant esa mana shuncha n summa beriladi, hammasini o'zing hal qilasan degan anaqa bo'lgan edi. Men pulni tanlaganman, lump sum deyiladi. O'shani tanlaganman. Chunki meni kelishimdan oldin bu yerda o'zbek vatandoshlarim Shamsiddin guruhdoshim hozirda 14 yillik o'rtog'im bo'lganligi uchun pul tanlab, uni yordami orqali integratsiya qilishga anaqa qilganman, lekin Amazon shunaqa variant ham beradi. Bu tomonlama masalan oilaviy bu yoqda ko'nikib ketishingizda qiyinchiliklar bo'lganmi? Dokumentatsiya jihatdan menda qiyinchilik bo'lgan, chunki 22-yil urush boshlanganida appointment olishim anaqa mahalliy hokimiyatda cho'zilgan. Shuning uchun biz chiqib keta olmasligimiz, boshda kirganingizda chiqib keta olmaslik anaqa viza bo'lgan. Multi entry-ku, lekin men 3 oylikdan o'tib 4-oyda olganman permanent anaqani, PMJni. Shunda men anaqa dokumentatsiyani to'g'ri qilishimda sal anaqa bo'lgan edi. Cho'zilib ketib, chunki unsiz maktabga, inshuransga, страховкаga anaqa qilishingiz qiyin bo'ladi. Bankskiy karta olishingiz. U urush bo'lgani sababi, ya'ni urush bo'layotgan davlatlardan, deylik Rossiya yoki Ukrainadan, Belarusdan katta oqim odamlar kirib kelayotganligi uchun ularni hisobiga sal cho'zilib ketdi. Ularga prioritet berilgan, chunki ular qiyinroq vaziyatda bo'lgan menga nisbatan. Shu birinchi asosiy sabab bo'lgan. Masalan deylik bu sharoitga ko'nikish, deylik ko'cha-ko'yda yurishingiz ham bor, masalan velosipedda ko'proq odamlar harakatlanadi, mahalliy transportda sal boshqacharoq ishlaydi, deylik oziq-ovqatlarni sotib olish, u tomonlama muammolar bo'lmaganmi hech? Yo'q, bo'lgan. Albatta anaqa Amsterdam juda velosipedlarni shahri. Velosipedni yo'li eng prioritetda. Peshexod uni yo'lini noto'g'ri yoki даже kerakli joyda ham kesib o'tsa, gap eshitib qolishi mumkin. Shuni hisobga olish vaqt o'tib tajribada anaqa bilinadi. Boshida 22-yil, 23-yillarda Maestro anaqa viza kartalari bo'lgan va bu yerdagi korzinkani alternativasi Albert Heijn va u meni viza kartamni qabul qilmagan. O'zini Maestro kartasi bo'lgan Gollandiyada, O'zbekistonda chiqarmagan. Men esa dokumentatsiyalarda muammo bo'lganligim uchun Maestro kartani chiqara olmaganman. Do'stimni kartasini ishlatib yoki naqd pul bilan yurishimga to'g'ri kerak bo'lib qolgan. O'shanda qiyin anaqalari bo'lgan o'zgacha. Dokumentingiz tayyor bo'lmaguncha rasm muammo bo'lgan ekan. To'g'ri va kutilgan hayot yashash qiyinroq bo'ladi. Undan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Undan keyin уже. Velosiped bo'yicha gapirganingizda men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Men oldingi safar kelganimda bir-ikki marta so'kish eshitganman-da. Velosipedda haydab o'tib ketayotgan odamni nimadir ketgan tushunmaganman. Lekin to'nidan gapirayotgan, baqirib o'tib ketgan to'nidan so'kkan. Xursand emas edi. O'tib ketishgan. Undan tashqari menga bir eshitganimda Gollandiyadagi, Amsterdamdagi qizil-ku. Bu nimaga qizilligini bilasanmi deydi, hazilda. Bu menga deydigan bo'lsa, bu velosipedda bosib ketilgan piyodalar qonidir. Ketilgan bir hazil bor edi. Xo'p, bu tomonlarni tushundik. Hozir jamiyatga qo'shilib ketish haqida gaplashdik, bu yoqdagi vatandoshlar haqida gaplashdik. Bu yerda bir nechta odamlar borligini bildim.
gaplashdik, shu jumladan mani akamlar ham bu yoqda yashayaptilar. Bu yoqda siz ishdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz? Qanaqa hobbilaringiz bor? Yo, ishdan tashqari boshqa ishlar bilan shug'ullanyapsizmi? Ya'ni startapingiz bormi? Shu haqida ham bir Bo'sh vaqtlarimda asosan bolalar bilan farzandlarim bilan birga vaqt o'tkazaman. Vatandoshlar bilan ko'rishishga, anaqa qilishga yig'ilib turamiz. Keyin Gollandiyaniyam yangi joylarni ochib ko'rish anaqa odatlarimizdan biri. O'zimni xohlagan bo'sh vaqtimda esa texnik bilimlarimni chuqurlashtirishga harakat qilaman. Har doim emas, tizimli emas. Va o'zim yoqtiradigan dam olishlarimdan bittasi bu kino. Men kinoni yaxshi ko'raman. kino ko'rishni yaxshi ko'rasiz. Siz o'zi dasturlashga kirib kelgan paytingiz haqida gapirdik. Ya'ni litseyni o'zida tushunchangiz bo'lgan, dasturchi bo'laman degan. Bu tushunchangiz qanaqa qilib shakllanganligi haqida gaplashsak bo'ladimi? Ya'ni sizda ko'rish uchun masalan nima desak bo'ladi? Namuna. Namunangiz bo'lganmi? Ya'ni atrof muhitda tanishlaringiz, qarindoshlaringiz, do'st birodarlaringiz orasida shunaqa odam bo'lib sizni tortishga harakat qilishganmi? Yo ota-onangiz tomonidan, yo yoshlikda, ya'ni maktab paytlaridan bilganmisiz bu sohada ishlashingiz mumkinligi, o'qisangiz shu tomonlarga ketishingiz mumkinligi bo'yicha qanaqa boshlangan bu tomonlar? Mani adam va amakim injener programmistlar, adam o'qituvchilar, ITdan dars beradi Jahon tillar universitetida. Amakim anchadan beri banklarda, IT kompaniyalarda ishlab anaqa qilganlar. Tajribaga ega bo'lganlar. Va shu hayotiy namuna bilan men anaqa qilib, menimcha men ITda bo'lishim aniq bo'lgan. Ota-onamiz anaqa planlarida men o'zim, ikkita ukam, amakilarimdagi jiyanlarim ITdalar. Shuning uchun kasbimdagi yo'lim ancha oldindan belgilanib qo'yilgan. O'zimga ham qiziqish tuyulgan. Ota kasb desa ham bo'ladi siz. Shunaqa desa ham bo'ladi, Ular sizni majburlashmaganmi? O'zingizni qiziqishingiz bilan kelganmisiz? Yo shunchaki masalan yo'l yo'riq ko'rsatishgan, shu yo'l bo'yicha ketadigan bo'lsang, mana bunaqa natijalarga erishasan deb aytishganda o'zingiz qiziqqanmisiz? Yo ko'proq nima desak bo'ladi, yo'naltirib majburlashga harakat qilishgan? Yo'q, majburlash bo'lmagan. Yo'naltiruv bo'lgan. Rus tilidagi kurslar, video uroklar va kitoblar bilan bo'lishib, anaqa 8-sinfdan уже HTML nima, CSS nimaligini bir qiziqqanman. Lekin asosiy 2-3 kursda universitetda yo'nalishni tanlash kerak bo'lganda, yaqinroq suhbat qurib, planlarni anaqa qurganimizda shu narsa bilan yo'naltirilib ketganman. Bu masalan bitta yo'lni tanlab ketishingizga sizni networkingiz, ya'ni ota-onangizdan, qarindoshlaringizdan tashqari boshqalarni ham nima desak bo'ladi, o'zini o'rni bo'lsa kerak. Masalan, o'qituvchilaringiz bilan, do'stlaringiz bilan gaplashib ko'rgan bo'lsangiz, unda nima bo'lgan? Masalan, hachaba masalan, backend tanlayman, frontend tanlayman, boshqa yo'nalish tanlayman deganda maslahatlar olganmisiz? Albatta, mani litseydoshlarimiz qanaqadir уже tushunchalar bo'lganligi uchun ular bilan maslahatlashib, gaplashib, o'zimiz IT xonalarida anaqa qilganimiz, praktika qilganimizda ular bilan birga chuqurroq bilim, chuqurroq qarash nazarlar paydo bo'lgan va shu bilan misol uchun men Javaga boshidan qiziqqanman. Hozir ham Javada ishlayman, C# da ko'p ishlaganman. Hozirgi kunimda ham litseydagi o'tirib Javaga qiziqishim nonimni olib kelyapti desa ham bo'ladi. Bu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, men backendchiman deganingizda birinchi Pythonga xabarim ketdi-da. Siz Javada yozishingiz, javachilingiz haqida hech o'ylab ko'rmagan ekanman. So'rab surishtirganim ham yo'q edi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, kanalingizga kecha obuna bo'ldim. Kanalingizga e'tibor bermagan ekanman borligi haqida. Bu narsani o'qib chiqib savollar tuzishga harakat qilish kerak edi, lekin afsuski bu narsaga sal kechroq ko'zim tushdi. Xo'p, endi umuman Amazonni o'ziga qaytadigan bo'lsak, sizda hozir L2 уровеньda, L5 уровеньda middle bo'lib keldim deyapsiz. Bundan keyin nima desak bo'ladi? Level up. Hali promotion olmadim. Hali Promotion hali olmadim. Xudo xolisi nasib harakatdamiz. Harakatdasiz. Uning uchun siz nima desangiz bo'ladi? Qo'shimcha narsalarni o'rganishingiz, catch-up qilishingiz, ya'ni yetib olishingiz qaysidir tomonlama hozirga qo'yilayotgan talablarga qiyin bo'lmayaptimi? O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor.
lekin protsess ancha yorittirib berilgan. Ofitsialniy dokumentatsiya, planlar bu haqida bor. Undan foydalanib plan tuzish ancha oson. Texnik bilim bo'ladimi, leadership bo'ladimi, ularni ham rivojlantirib, o'zini ko'rsata olish imkonlari bilan promotionga odam chiqadi. Xudo xohlasa nasib, yuribmiz. Bu tomonlama harakat qilyapsiz. Da. Deylik, hozirgi paytda masalan AI kirib kelyapti, to'g'rimi? Kirib kelayotgandan keyin ishimizga integratsiya qilishga harakat qilyapmiz. U kirib kelgandan keyin talablar qanaqa darajada o'zgaryapti deb o'ylaysiz? Masalan, bir leveldan ikkinchi levelga o'tishga yoki uni ishga kirishga yoki ish jarayonidagi o'zgarish protsess, ya'ni jarayonlar qanaqa o'zgaryapti? Hali noaniq. Ya'ni LLM, artificial intelligence o'zi ham rivojlanib, qanaqadir bitta to'g'ri stabilniy yo'lga chiqmaganligi uchun kompaniya ham, butun industriya ham, menimcha, men o'zimning shaxsiy fikrim, o'ylaymanki, adaptatsiya qilyapti. Ya'ni qanaqa kutilmalar bo'lishi kerak middle engineerdan, qanaqa kutilmalar senior engineerdan bo'lishi kerakliklari aniqlashtirilib, yo'l endi tuzilyapti, pave the road bo'lyapti degan o'zimning shaxsiy qarashdaman. Kutilmalar albattaki oshdi, chunki men o'ylaymanki, AI bilan sekretar paydo bo'lgandagi, har doim oldidagi bitta sekretar, bitta junior injener bo'lgandagi, yordam berishi, qanaqadir tezroq harakat qilishi rezultatlarni olib kelyapti. Lekin albattaki uni hali o'ta nadzor bilan qilish kerak. Ya'ni uni ustida turib, kuzatib, boshqarish kerak. Hali mustaqillik darajasiga yetmagan degan fikrdaman. Shuning uchun boshliqlarimiz ham, ya'ni leadership ham aniq fikrda emas, chunki hallyutsinatsiyasi hali ham bor. Hozir spec driven development degan narsa kirib keldi. U o'zi ham tushuncha sifatida 1 yildan kamroq vaziyatda shakllanyapti. Hali industriya ham o'zi kuchli ravishda adaptatsiya qilyapti. Misol uchun, endi AWSda, Amazonlarda, katta kompaniyalarda tokenlar bilan muammo yo'q bo'lsa, misol uchun cloud o'zi cheklab qo'ygan. Uni API urovenda integratsiya qilish menimcha hali mumkin emas. Molbotda eshitdi, blog qildi. Shuning uchun hali men o'ylaymanki, 100% bitta aniq fikrga kelmadi, lekin disruption degandagi qanaqadir o'zgarishlar kirib kelyapti va albattaki bo'lsa ham kerak. Bu hozir yo'nalish noaniq deb aytyapsiz. Ya'ni oldinga qo'yilgan talablar bilan hozirgi qo'yilayotgan talablar hozircha o'zgargani yo'q. Lekin yaqin kelajakda agarda AI, generative AI deylik, bir tomonga qarab ketayotgan bo'lsa, o'sha aniq bo'ladigan bo'lsa, nimadir o'zgarib qolishi mumkin talablar. Ha, men ham shunaqa fikrdaman. Ha, bu tomonlama tushungan bo'lsak, endi sizni kunlik ish jarayoningizga AI ni ishlatishingizga kompaniya yordam beryaptimi, push qilyaptimi, nima bo'lyapti hozir bu tomonlama olib qaraydigan? Kompaniya albattaki yordam beryapti, chunki butun ishchi guruhi produktivni oshirish maqsadida treninglar, instrumentlarni beryapti bizga. O'zimizdagi AWSdagi Kiro produkti bor. Biz uni customer foydalanuvchilarga ham chiqarganmiz. Ichki anaqa ishlashimizda ham juda qulay keladigan produkt. Ichki bilimlarga knowledge base deyiladi. Uni ham ustida qurilgan. O'zimiz ham ichki kichkinagina guruhimiz uchun knowledge base qilganmiz. Bizning produktimizni hozir LLM AI yaxshiroq biladi va biz uni o'zimiz savollarimizni unga berib, tez javob olamiz. Ya'ni oldin esa siz dokumentatsiyani qarab chiqadigan bo'lsangiz, dokumentatsiyaga konkretni savol bersangiz, reference point bilan aniq bitta link bilan anaqa qilib beradi, yordam beradi. Bu tomonlama masalan olib qaraydigan bo'lsak, siz knowledge base qildik, o'zimizdan jamoa, o'zimizdan produkt bo'yicha ilyapsiz. Deylik, boshqa jamoa sizni boshqa jamoadagi bir inson, dasturchi integratsiya qilishi kerak. Sizlarning produktinglar bilan deylik, shu knowledge base'ga kirib, deylik, nimadir haqida savol beradigan bo'lsa, u javobini topib tushuntirib berishi mumkin. Hozir kimgadir kelib gapirishi masalan shart emas-da, to'g'rimi? Tushuntirib berish. Ha. Hozir birinchi navbatda AI javob beryapti hammaga. Agar AI javob odamni qoniqtirmasa, keyinchi men ham o'zim, menga kimdir savol bersa, birinchi AI dan so'ragan deb anaqa qilaman.
U tomonlama juda nima desak bo'ladi, mahsuldor bo'ladi. Produktiv. Produktimiz oshayotgan ekanda demak. Hmm. Razrabotka tomonlamachi, ya'ni razrabotka deganda dasturlashni o'ziga, injineringni o'zi tomonlama kod yozdirishga ham harakat qilyapsizlarmi? Harakatlar bor. Kimdir bunda oldinroq, kimdir bunda orqaroq. Proyektlarga qarab ham anaqa farqlanadi. Chunki misol uchun Kotlinda yozilgan proyektlarda u yaxshiroq bilimga ega bo'lishi mumkin. Yoki Pythonda yozilgan proyektlarda yaxshiroq bilimga ega bo'lishi mumkin. Lekin baribir biz injenermiz. Dunyoqarashimiz bizada men o'zimda hali o'zgarmagan degan fikrdaman. Ya'ni men har bitta kodni qatorma-qator tushunishim, bilishim kerak. Chunki men unga mas'ulman. Shu fikr industriyada hali shakllanmadi. Ya'ni odam kod o'qish kerakmi? Injener kod o'qish kerakmi? Unga mas'uliyati bo'lishi kerakmi degan narsa shakllanmadi. Hamma har xil fikrda. Men eskicha fikrdaman hali. Shuning uchun kod yozishda yordam beradi, albattaki. Lekin uni 100% tushunib, xatolari bo'lishi mumkin xatolarni qamrab olish injener mas'uliyatida. Chunki kommit egasi baribir o'zim bo'laman. Bu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, siz eskicha, qanaqadir ma'noda eskicha odamman deyapsiz. Bu tomon AIga qaraydigan bo'lsak, eskicha fikrliman deyapsiz. Ya'ni o'zim kod yozaman, o'zim tekshiraman, o'zim o'qishim kerak deb aytdingiz. Sizni fikringizcha endi olib qaraydigan bo'lsak, yaqin kelajakni ichida AI dasturchilarni o'rnini qoplab keta oladimi yoki baribir tool bo'lib qoladimi? Bitta to'g'rilash qilib ketay. Menga AI kod yozishga yordam beradi. Funksiyalarni yozishga, unit testlarga aniq juda zo'r, dokumentatsiyaga yaxshi yozib beradi, ayniqsa kommentariy, toza kod qilishga. Lekin men 100% unga ishonmayman. Men kodni aniq o'qib, tushunishga harakat qilib, keyin productionga chiqaraman. Yangicha qarashda esa agar to'g'ri prompt bergan bo'lsang, bu yetarli. Testlar o'tdimi? Integratsion end-to-end testlar o'tdimi? Bu yetarli degan fikrga men qo'shilmayman. Hali bu darajada emasman va AI LLM ham bu darajada emas degan fikrdaman. Kelajakda qanaqa bo'ladi degan savolingizni men berishingizni kutdim to'g'risini. O'shanga ozgina o'ylandim. Fikrlarim bilan bo'lishaman. Menda aniq fikr yo'q. Nimaga desangiz, chunki AI kod yozish yoki AI ishlatish o'zi juda early steplarda, juda voqli qadamlarida o'zgarishlar juda tez bo'lyapti. Agentga 2 yil bo'lmadi. Hozir agentlar hamma yoqda, AI agentlar. Spec driven development 1 yil oldin bo'lmagan edi. Hozir esa standart sifatida MCP bo'lmagan edi. Ya'ni texnik jihatdan qanchalik yaxshi rivojlanishini men ham anaqa predikt qila olmayapman, aniq ayta olmayman. Finansiy jihatdan bu juda og'irligini hammamiz tushunamiz. Hozir bilsangiz, AI dunyoda Shvetsariyadan ko'proq tok ishlatadi va bu yil esa Shvetsariyadan ham juda sezilarli darajada oshib ketadi. Ya'ni agar bunaqa tez ketsa, AI ham maqbul yo'lmikan degan savol ham tug'iladi-da. Chunki men bu narsaga aniq javobim yo'q. Aniq javobingiz yo'q hozir. Men o'zim ham aniq bilmayman-da. Nima desak bo'ladi? Exponential growth deydi-yu, ya'ni qaysidir momentga keldi-da, sekin-sekin AI haqida ozmuncha tushuncha bo'ladigan bo'lsa, qaysidir momentda nohir tepaga o'sib ketib qoldi-da, meni xayolimda. Shu 25-yil bo'ldi degan meni fikrdamman. Kimdirlar aytyapti, ya'ni kimdirlarda aniq fikr bor-da, bu faqat tool bo'lib qoladi degan. Kimdirlar aytadi, bu bizani aniq take over qiladi, ya'ni o'rnimizni almashtiradi deb deydi. Men ham hozircha o'ylayman, bilib bo'lmaydi. Ertaga masalan ko'tarilib turgan balki krizis bo'lib qoladi, balki regulyatsiyalar qo'yilar. Ayniqsa masalan nima desak bo'ladi? Yevropa ittifoqida yashayotgan odam sifatida o'zingiz ham bilishingiz mumkin, nimadir yangilik kirayotgan bo'lsa, ular har doim regulyatsiya qilishga harakat qiladi. Birinchi navbatda endi boshqa davlatlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Aynan Yevropada regulyatsiyalar juda yaxshi ishlaydi. Men tushunishim, bilishim bo'yicha, lekin to'g'ridan to'g'ri nima desak bo'ladi? Ratsional fikr deyiladimi? Ya'ni aniq javob berayotganlarga hozir sal o'zim ham
qiynalyapman. Birov mandan ham so'rab qoladigan bo'lsa, bilmadim deyman. Balki fantastikaga o'xshab bir nima bo'lib ketar, balki robotlar chiqadi yo Terminatorga Juda noaniq. juda noaniq bo'lyapti. Siz dasturlashga qanaqa qilib kirib kelganingiz haqida gapirib berdingiz, to'g'rimi? Kim yo'naltirgan, qanaqa qiziqib qolganligingiz haqida gapirib berdingiz, lekin o'sha o'rganishni, ya'ni dasturlashni o'rganishni boshlaganingizda nima sizni eng ko'p qiynagan? Nima tomonlama qiynalgansiz? Men buni production уровеньda tushungan bitta fikrim bor. O'sha bilan bo'lishsam, biza injenerlar texnik muammolarga qiziqsak, lekin produktni baribir oxir-oqibat foydalanuvchi ishlatadi va foydalanuvchi tomonidan, dunyoqarashidan kelib chiqib produktimizga nazar tashlasak, uni tuzishdagi fikr va yondashuv o'zgaradi. Ya'ni qanchalik biz o'zimizni produktimizni foydalanuvchi sifatida bilsak, uni texnik jihatdan rivojlantirishimiz va to'g'ri yo'naltirishga qaratishimiz nima deydi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Menda bu narsa o'ta kech rivojlangan degan fikrdaman. Ya'ni muammoni qanaqadir texnik jihatdan zo'r, mukammal yechish bizga qiziq bo'lsa, u foydalanuvchiga hech qanaqa o'zgarish olib kelib bermaydi va u foydasiz ham bo'lishi mumkin. Kerak emas, ortiqcha injeneriya bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun foydalanuvchi tomonidan produktga qarash, menimcha injenerni rivojlanishiga juda katta yordam beradi. Produktni yaxshi bilish. Ya'ni qaysidir paytlarda siz over engineering qilgansiz. Ya'ni foydalanuvchi sifatida o'ylab ko'rganingizda siz o'sha ishni osonroq masalan qilgan bo'lasiz. Bu kerak emas bo'lgan bo'lardi, misol. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqib, endi front end nima desak bo'ladi, qanaqadir ma'noda foydalanuvchilar bilan ko'proq to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qism, to'g'rimi? UI bilan nima desak bo'ladi, aloqa qilinadi. Keyin bu boshqa qismlarga ketadi. Shogirdlarimni o'rgatayotgan paytimda deylik, shunchaki verstga qilish kerak, dizayndan kodga o'tkazish kerak bo'lgan paytda shogirdlarimda shu narsa muammo bo'lardi. Ya'ni ko'ryapti, yangiliklar saytini qilishga harakat qilyapmiz. Deylik, shunchaki olishyapti, tekst qo'yishyapti, rangini berishyapti, knopkani yasab ketishyapti va hokazo va hokazo. Lekin uni bosgandan keyin nima bo'ladi? Uni bossa bo'ladimi o'zi? Bosadigan qilish kerakmi, kerak emasmi? Yoki deylik, bu joyga ertaga bu hozirgi kontent emas, boshqa kontent qo'yganda nima bo'ladi? Va hokazo narsalarni hisobga olishmagandan keyin men o'zim ham tushunchamda birinchi bo'lib shu narsani o'rganinglar deb aytib o'tish kerak deb tushunganman. Shogirdlarimga sizda ham aytib turganingizdek shu muammo bo'lgan ekan. Endi keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, agarda dasturlashni o'rganishni qaytadan boshlaganingizda siz nimalarga ko'proq e'tibor bergan bo'lardingiz-u, nimalarni masalan e'tiboringizdan chetda qoldirganim yaxshiroq hozircha deb o'ylardingiz? Fundamental bilimlar olish o'ta muhim. Men concurrency, parallelizmlarni misol uchun yaxshi bilmaganman, algoritmlarning tushunchalarida yaxshi bilimga ega bo'lmaganman. Bu fundamental injeneriyam fundamental aspektlaridan bittasi. Agar men boshqatdan boshlaganimda ularni ikkilamchi bo'lsa ham, lekin o'rganib ketgan bo'lardim. Nimani o'zim noto'g'ri qilganligimda afsusda emasman, lekin yaxshiroq qilib, effektivroq vaqtimni sarflaganimda men o'ta ko'p yo'nalishlarni o'zgartirganman. Androidda ham bir qiziqib anaqa kurslar olganman, 3 oy qatnab, unga ham qiziqqanman, nimadirlar qilganman. Frontendga ham kirib ketganman. Keyinchalik mana backendda mustahkamlanib, oxirgi 8 yilda faqatgina backendda qilaman. Agar nimadir boshqacha qilish imkonim bo'lganda, o'zimni har xil joylarda, endi aniq kelajakni aytib bo'lmaydi-ku, lekin shu bitta yo'nalishga chuqurroq qaragan bo'lardim. O'zimni fikrim. Endi dasturlash qaytadan boshlaganingizda fundamental bilimlarga ko'proq ahamiyat albatta, ha. Nimaga e'tibor bermasdingiz? Nimani kamaytirardingiz masalan? Qilmagan bo'lardingiz?
A, bilmadim aniq Aniq bir narsani a a aniq etish qiyin, ha. O'zi umuman olib qaraydigan bo'lsak, dasturlash siz uchun nima? Qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? A, o'ta qiziq muammolarni yechish yo'li, texnik muammolar, ya'ni aniq fanlar orqali qanaqadir hayotiy bo'lgan muammolarni soddalashtirish, osonlashtirish. Dasturlash deganda siz shunchaki, ya'ni, hayotiy muammolarni injiniring yo'li bilan yechish Ha, hayotiy muammolarni texnik yo'llar bilan yechish. yechishni Ha, tushunasiz. tizimli. Ya'ni Ha, hayotda odamlarni hayotini osonlashtiradigan narsa. ha, ha. Tushundim. O'zim, keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, o'zini sohasini yoqtirgan odam bir kun ham ishlamaydi deyishadi. Siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Ya'ni sizda ham qanaqadir work stress, burnoutlar bo'lib turadimi? Endi bu ideal hayot ta'rifi bo'lsa kerak. Bu ideal world does not exist. Shuning uchun man bir xil kunlarda albattaki o'ta qiziq ishlar tushadi. Hayot har doim tepa pastliklardan tashkil topganini esa bir xilida ishi odam Amazondan ham norozi, jahli chiqqan momentlar bo'ladi. Ishda ham oddiy joyda taqalib qolgandek bo'ladi. Shuning uchun man bu fikrga qo'shilishim o'ta qiyin. O'zi umuman olib qaraydigan bo'lsa, Amazonda work life balance qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Siz, bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin edi degan fikringiz bormi? Amazon ichidagi hayotmi yoki menda Amazondan tashqari hayotim yaxshiroq bo'lishi mumkinmi deb? Yo'q, umuman Amazonni o'zida work life balance, ya'ni, sizga, sizni ko'proq ushlab qolishga harakat qilishadimi? Ya'ni ishingiz sababli oilangizga vaqt ajrata olmay qolasizmi? Bu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak deyapman-da. Masalan, nimaga bu savolni beryapman deydigan bo'lsak, bir tanishimiz oldin kanalda intervyu qilgan, inson, Mashhurbek Sattorov degan insonni taniydigan bo'lsangiz, taniysizmi bunaqasini? Yo'q. Mashhur aka, Amazondan Elasticsearch'ga o'tib ketdilar-da. Hozir Kanadada yashaydilar. Ha. Ular Amazondan nimaga ketganlarini sababi work life balance yaxshi emas edi degan narsani aytuvdilar. Ha. Shu tomonlama so'rayapman. Endi Yevropani qonunlari va Yevropani muhiti Amazonni ham bu yerda shakllantirishiga anaqa ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun Amerikadagi work life balance bilan Amsterdamdagi farqli, lekin kompaniyaning kulturasi baribir bitta. Ha, bu yerda man ChatGPTdan ham so'rab ko'rganman. It's a grinding degan. Amazonning work life balance grinding. Man qolgan kompaniyalarda, katta big techlarda aniq o'zimning shaxsiy tajribam yo'q, lekin bu yerda work life balance ishga suyanganroq ko'proq, lekin shunga qaramay man balansni ushlashga harakat qilaman. Har doim ham o'xshamaydi albatta, lekin it was the cause degandagi man hozirgi o'zimni shaxsiy hayotimdagi cheklashlarni o'zimni rivojlanishim bilan qoplayapman degan fikrdaman. Ya'ni hozirgi work life balance, Amazondagi work life balance sizni qoniqtiryapti. Ya'ni shaxsiy hayotingizga bu juda ham katta ta'sir o'tkazyapti. Ha, qiyinchiliklar bor, lekin fundamental tarzda mani o'zgartirmayapti. Ha. Bu tomonlama tushundim. Hozir Amazonda, grinding deb aytdingiz, lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, har kuni yangiliklar eshitamiz-da. Amazon masalan nechtadir odamni bo'shatmoqchi ekan degan yangiliklar keladi. Masalan qanchadir odamni bo'shatib yuboribdi degan yangiliklar keladi. Ya'ni layoff bo'lgan Amerikada yoki Western Europe'dagi qaysidir, Western deganda G'arbiy Yevropadagi qaysidir davlatdagi ofisdan odam bo'shatilgan va hokazo va hokazo. Bu yangiliklar sizlarga qanaqa ta'sir qiladi? Masalan, demotivatsiya bo'ladimi? Ha, demotivatsiya deyish qiyin, bosim o'tkazadi. Biz hozirgi olayotgan intervyumiz 4-fevralda va Amazon bir hafta oldin 16 mingta ishchini, korporativ ishchilarni ishdan olishi xabar berdi. Amerika va Kanadada bu narsa ishchilarga уже tarqatilgan bo'lsa, Yevropada bilasizki Work Council degan bor, ya'ni ishchilarni huquqlarini himoya qiladigan organizatsiya bor, ya'ni unionga o'xshagan kichkina bir Yevropaning qonunlari bo'yicha birinchi bo'lib ularga borib
kelishuvga kelib, keyin ishchilarga anaqa yetkaziladi. Bu protsess odatda 3 oydan 6 oygacha cho'zilishi mumkin. Ya'ni 3 oydan 6 oyda mani ham bu xabarni olishim imkoni bor. Men yo'q demayman. Shuncha albattaki bu narsa bosim o'tkazdiradi. Ishga ta'siri albattaki bor. Chunki bu xayol bir chekkangizda turadi, xayolingiz bir chekkangizda bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, bu butun industriyani hozirgi vaziyati o'sha AI kirib keladimi, bahona bo'ladimi, iqtisodiy qiyinchiliklar bo'ladimi, hozirgi kunni tartibida. Bu ishchilarni bo'shatayotgani haqida yangiliklarni o'qigansiz. Bu baribir sizga qanaqadir ta'sir qilgan, to'g'rimi? Bosim bo'ladi. Bosim bo'ldi. Lekin mani tushunishim bo'yicha bu tomonlama masalan 16 ming ishchini bo'shatgani sababi AIdan emas hozircha yoki biznesni krizisga qarab ketayotganligi yoki umumiy dunyodagi iqtisodiy holat emas. Ya'ni mani tushunishim bo'yicha Amazonda ham, boshqa kompaniyalarda ham shunchaki ishni arzonlashtirish uchun Amerika, Kanada yoki Yevropani ba'zi davlatdagi faqat Amazonda emas, boshqa kompaniyalarni ham oladigan bo'lsak, u qimmat joylardan ketib arzonroq joylarga o'tishga harakat qilishyapti degan narsa mani xayolimda. Chunki Sharqiy Yevropada odam hali ham olishadi. Masalan, Hindistonda odamlar olishadi. Boshqa ishchi kuchi arzonroq joyda hali ham hayron ketyapti, hali ham olishadi. Shuni o'rnini qoplashyapti degan tushuncham bor. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Iqtisodiy jihatlardan kelib chiqayotgan ish layofflar bo'lyapti degan fikringizga qo'shilaman. O'zimning shaxsiy fikrimni ozgina qo'shib o'tsam, 21-yillarda o'ta katta miqdorda yangi ishchilarni qabul qilganligi uchun hozir dunyoqarashini boshqatdan evaluatsiya qilayotganligi sabab biznes yo'nalishlarini to'g'rilayapti kompaniyalar va finansiviy reallikka qaytayotganligi sabab ishchini sonini kamaytirib iqtisodiy stabillikka chiqish maqsadlaridan bittasi degan fikrdaman. Men bu fikringizga qo'shilaman. Bitta odamni fikrini anaqa share qilsam, bo'lishsam, chunki u yaxshi fikr aytgan edi. Google'da va Amazonda direktor sifatida ishlagan odam pragmatik injenerda intervyu berganida quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan. Ya'ni outsource bilan insource qilish har doim oqim sifatida bo'ladi. Biznes bir xilda arzonroq qilishga harakat qiladi. Keyinchalik o'zi tushunib yetadiki, konkretni qo'lini pulsda ushlab turib, injenerlar qo'lini tagida, burnining tagida bo'lish maqsadga muvofiqliroq bo'lishi bilan har doim o'zgaradi. O'tdan bu yoqqa, o'tdan u yoqqa o'tkazib biznes, endi biznes ham tirik organizm-ku, oqibat o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun bu vaqtinchalik protsess deb bilaman. Outsource bilan insource qilishi o'zgarib baribir qaytadi. Undan oldingi fikringiz haqida aytmoqchi edim. Ya'ni shu paytda 2021-2022 ko'p odamlarni tasalli etdik. Bu narsaga ya'ni Covid paytida bo'lgan talab, ya'ni industriyaga bo'lgan talab hisobidan odamlar xayr qilishdimi yo boshqa qanaqadir anomaliya bo'lganmi? Endi men o'zimni bilimimdan bo'lishaman. Koronavirus vaqtida odamlar distansiyani ushlash majburiy bo'lgan edi va dunyoda shunaqa qarash bo'lganki, koronavirus uzoq vaqt davomida saqlanib qoladigan narsa, ya'ni masofani saqlash muhim va majburiy bo'ladi degan. Agar masofani saqlash muhim bo'lsa, demak, onlayn elektron servislar Amazon nima qiladi? E-commerce platform sizga sizni produktingizni uyingizga olib kelib tashlab, eshigingiz tagida qoldiradi. Va shu qarashda Amazon Uberlarni bozori aksiyalari oshib, ularga bo'lgan kelajak tasavvur boshqacha bo'lgan. Shuning uchun hozir esa biz siz bilan bitta xonada ofisda o'tiribmiz. Bu dunyoqarash noto'g'riligi aminlik bo'ldi. Shuning uchun hozirgi dunyoda digitalization, raqamlashtirish fikri o'zgargan va shu o'zgarish sabab u vaqtda ko'p odam ishchi qabul qilingan, hozir esa to'g'rilanish oqimi ketyapti degan fikrdaman.
bu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, distansiya saqlash kerak bo'lganini tez umuman ofislar haqida ham gaplashdik. Siz o'zingizni mavzuda nima desak bo'ladi, qisman chetroqqa chiqsak, Hmm. ya'ni nima deb o'ylaysiz? Siz odamni kuni mahsuldor bo'lishi uchun, produktivniy bo'lishi uchun siz shaxsiy fikringiz, ya'ni ofisda ishlash yaxshimi yo uyda ishlash yaxshimi yo gibrid bo'lishi kerakmi? Gibrid bo'lishi kerak. Ya'ni bitta radikal fikr faqat uyda yoki faqat ofisda degan fikr man qo'shilmayman. Gibrid bo'lishi kerak. Bir xilda ofisda bo'lsangiz, qulog'ingizga jamoadoshlaringizni fikr va o'ylamalari ilinadi, eshitiladi va bu sizni ishingizga to'g'rimi, ikkilamchi yo'l bilanmi ta'sir o'tkazadi va bu bilan produktiv ham odam bo'ladi. Misol uchun, man yaqindagina qo'shni jamoam mana shunaqa proyekt qilayotganligini bilganimda, demak, bizni yo'nalishimiz shu taraflama oqayotganligini, ketayotganligini man bildim va o'zim ishimdagi prioritetlarni qarab chiqdim boshqatdan. Shuning uchun ofisdagi kontekstlar boshqacha bo'ladi. Uyda ishlaganingizda esa albattaki fokus bo'la olasiz. Lekin faqatgina tunneldagi hayot bilan katta proyektlar yoki uzoq davomiy planlar qilib bo'lmaydi. Amazon'da o'zi nimaga sizlarni ko'proq yo'naltirishga harakat qiladi? Masalan, ko'proq ofisda ishlanglar deydimi yo flexibleroqmi kompaniya ishchilarga nisbatan? Amazonni dunyoqarashi bu ommaviy tarzda e'lon qilingan 5 kuni qaytish. Biz o'zimiz ham hazillashib, O'zbekistondagi vatandoshlarimiz ham borib hazillashganimizda Amazon haliyam hibrid anaqasida vaziyatida 5 kun ofisdan 2 kun uydan ishlasa bo'ladi degan hazillar ham bor edi. Kompaniyaning asosiy yo'nalishi ofisdan. Lekin lokatsiyalarga qarab, geografik lokatsiyalar jamoaga qarab bu narsa o'zgaradi. Odamning shaxsiy vaziyatidan ham kelib chiqib Amazon tushunishga harakat qiladi. Ya'ni qaysidir holatda deylik, bugun ofisga keldingiz. Ofisga kelganingiz ko'proq kompaniyani qoniqtiradigan holat. Ha. Lekin sizni ishingiz chiqib qoldi, qanaqadir emergency, ya'ni Hmm. shoshilinch holat bo'lib qoldi. Unda siz chiqib ketishingiz yoki ishni keyinroq qilib qo'yman deb qoldirib ketishingiz muammo emasmi? Odatda yo'q. Bu haqda ham mexanizm Amazonda bor, mavjud. Email yuborib, line manager boshlig'ingizga yuborib qo'ysangiz yetarli. Uydan ishlayman degan informatsiyani menejer bilan bo'lishsa, bu mumkin. Hammamiz odammiz. Oxir-oqibat qanaqadir ishlarimiz chiqib qolishi mumkin. Force majorlar bo'lishi mumkin. O'shalarga Amazon albattaki qonunan qarashi majbur. Ya'ni bu narsa qonunan, misol uchun tishim og'rib qoldi. Menda 10 kun bemalol to'langan больничныйim bor. Misol uchun mana shunaqalar bor. Yoki qanaqadir appointmentim hokimiyatda bor bo'lsa, uchrashuvim bor bo'lsa, albatta meni qo'yib yuboradi. Bu tomonlama yaxshi ekan. Hmm. Bu ya'ni davlat bu faqatgina kompaniyani polisisi, ya'ni siyosati emas, u davlat tomonidan belgilangan Huquq va erkinliklar. juda ham zo'r ekan bu tomonlama. Endi sizni kelajakdagi planlaringiz haqida gaplashadigan bo'lsak, siz hozir kelajagingizda Amazonda qolish niyatingiz bormi yoki boshqa kompaniyalarga harakat qilib ko'rmoqchimisiz yoki startap boshlamoqchimisiz? Bu haqida nima tushunchangiz bor? Ya'ni o'zingizga oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz qani? Men o'zimga qo'ygan maqsadlarimdan eng oliysi o'zimning kasbimni yetuk mutaxassisi bo'lish. 7 osmondagi maqsadim principal engineerga chiqish. Men ochiq ayta olaman. Bu kompaniyada bo'ladimi, boshqa kompaniyada bo'ladimi aniq fikrim yo'q. Hozirgi kunda Amazonda o'sish imkoniyatim bor. Moliyaviy tomondan texnik muammolar yechish yo'llari bilan menga yaxshi vaziyat yaratib berilgan, yaxshi environment atrof muhitdaman.
Shuning uchun hozir aniq bitta 2 yildan 1 yildan oshiq vaziyatimda ishni o'zgartirish yakuniy fikrlar yo'q. Kelajakni esa texnik jihatdan o'sishim to'xtasa, yangi imkoniyatlarni albatta qarayman. Hozirchalikka tushunganim bo'yicha Amazon sizni to'liq qoniqtiryapti. Ha. To'g'ri. Noroziliklarim bor. U har doim bo'ladi. Biz insonmiz. Noshukur banda. Shuning uchun qayerdadirlar bilan qabul qilib, qayerdadirlarni o'zgartirishga harakat qilib, kunlik ishimni olib boraman. Siz principal injener o'sish niyatim bor deyapsiz. Ha. Bu kompaniyada bo'ladimi, boshqa kompaniyada bo'ladimi? Ya'ni siz ish muhitida karyera qilishni Ha. afzalroq deb bilyapsiz. Startapga qaraganda deylik. Ha. Nega masalan startap qilish niyatingiz yo'q, yo boshqa biznes ochish niyatingiz yo'q, yo siz masalan o'zingiz unaqa odam deb hisoblamaysizmi, ya'ni startap yurg'izadigan? Mana shu savolingiz juda o'rinli. Ya'ni men shu orqali javob beraman. Men risk olishga qiynalaman. Ayniqsa oilaviy vaziyatda, farzandli odam bo'lganda bu narsa og'irroq keladi. Men risk tomonidan startapga uncha qiziqmayman. Keyin startaplarda boshida texnologik muammolar juda sodda bo'ladi. Prosta shunchaki oddiy muammolar katta hajmda keladi. Misol uchun 6000 talik eshituv instantsiyani orkestratsiya qanaqa qilinadi, qanaqa muammolar bo'lishi mumkin, necha foiz aniq yiqiladi degan savollar katta proyektlarda bilinadi. Misol shunaqa texnik muammolarga qiziqaman va o'zim texnik ya'ni field injenerda muammolar o'sishimni ko'ryapman. Shu muammolar ham menga qiziq. Men tushunganim bo'yicha siz injener biznesmen emas, injener odamsiz. Ya'ni I see, individual contributor, ha. Muammolarni hal qilish, ular qiziqarli muammolarni hal qilish, deylik, ularga yechim topish sizga qiziqroq. Solishtirganda, ya'ni ko'proq pul topish yoki o'zingizni qanaqadir mahsulotingizni ishlab chiqarishga qaraganda. Ha. Lekin ozgina qo'shimcha qilib o'tsam, principal injenerlarda ham oylik yaxshi. Katta kompaniyalarda. Shuning uchun bu tomonda perspektiva bor. Ha, u tomonlarni tushundik. Lekin principal engineer deb aytdingiz, hozir AI haqida ham gaplashdik. Ba'zi insonlarni ko'ryapman, deylik, ular o'zini sohasidan tashqari, o'zini sohasida rivojlanishdan tashqari, deylik, AIdan foydalanishni bir chetga surib, emas, AIdan shunchaki foydalanish emas, ya'ni ularni integratsiya qilishni, ularni qurishni, o'zligini qaysidir modellarini olib, nimadir qilishlarga harakat qilib ko'rishyapti, o'rganishga, shu sohaga kirishga harakat qilishyapti. Sizda bu jarayon boshlandimi yo o'zi planlar bormi bu tomonlama? Ya'ni o'ziga o'zi mas'uliyat berib, o'zini o'zi validatsiya qiladigan agentlarni ishlatyapmanmi degan savol qo'ysam to'g'rimi? Nima desak bo'ladi? Meni ishimni o'zi bajaryapti. Ya'ni yo'q, bu tomonlama nima desak bo'ladi? Siz AIni o'rganyapsizmi? Foydalanuvchi sifatida emas, dasturchi sifatida deylik. Men dasturchi sifatida o'rganishim shart bo'lgan, chunki men undan oldin Qda ishlaganman. Amazon Q bu chatbot AI bilan ishlab, birinchi bo'lib cloud modellarini integratsiya qilganmiz. RAG, keyinchalik agent, boshida qanaqa oldin bitta prompt bo'lgan bo'lsa, hozir odatda odam bergan savolni u reinterpretatsiya qiladi. Shularni o'rganib, injener sifatida implementatsiya qilish meni bo'ynimda bo'lgan. Shuning uchun men bularni o'zim ham yaxshi bilaman. Zo'r bilmayman. Lekin bu texnik sifatida bilaman. Kirib kelishni boshlagansiz. Majbur bo'lganman. Chunki boshqa proyektda kontekst sifatida aytib o'tdik. Men undan oldin biz gaplashdik. Arex degan servisda ishlaganman. Amazon Resource Explorer'da u reorganizatsiya bo'lgan. Amazon 23-yilda u servis butunlay Amerika va Londonga ketgan, Amsterdamdan chiqib ketgan. Ya'ni bu lokatsiyada esa Q kirib kelgan, Q Chat in Console. O'sha proyektda men o'tganman va o'sha proyektda 1,5 yilcha ishladim.
qisqacha tuzgan savollarimizni oxiriga yetib keldik. Endi umumiy savollarni, hammaga berayotgan savollarni va blitz qismiga o'tishga harakat qilaman. Ya'ni hammadan so'rayotgan savolim, hozir shu paytgacha 4 ta yo 5 ta intervyu o'tkazgan bo'lsam, hammadan so'rayotgan savolimdan boshlaydigan bo'lsak, kitob haqida. Chunki kitobni ko'pincha o'zim badiiy kitoblar o'qiyman. Nimaga o'zi bu rubrika, bu savollar bor deydigan bo'lsak, qolgan videolarda tushuntirib o'tib ketmagan ekanman. Ya'ni kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Badiiy adabiyot, faqat texnik adabiyotni o'qish sal manda pastroq. Shuning uchun ham kitob haqida savol beraman. Ya'ni birinchi so'raydigan savolim, har bitta dasturchi o'qishi kerak bo'lgan 3 ta kitob sanab bera olasizmi va nimagaligi haqida? 3 ta majburiy bo'lgan kitob. Sizni fikringiz bo'yicha hamma o'qishi kerak, hamma dasturchi o'qishi kerak. Design Data Intensive Applications, Clapham, Kabanchik deyiladi rus jamiyatida. Bu majburiy, juda yaxshi. Keyin Clean Code. Nimaligini ham aytsangiz. Design Data Intensive applikatsiyalarni o'qish menimcha hammaga majburiy, chunki u qanaqa muammolar fundamental mavjudligi va qanday qilib uni aylanib o'tib yechim topganligi, plyus va minuslarini keltirib o'tgan o'ta texnik kitob, lekin u shunchaki fundamentalki, Amazonda bilmayman, uni har kuni qo'llashim odatiy narsa. Undagi bilimlar kunlik tajribamda ishlatiladi. Juda yaxshi yozilgan, всеобъемлющий deyiladi-ku, juda ko'p narsalarni qamrab oladi. Clean Code'da esa nimaga deb qilaman, men rostgo'y bo'lishga harakat qilib oxiricha o'qimaganman o'zim. 2-3 marta boshlab tugatmaganman. Uni nimaga o'qish kerak deb bilaman, chunki odam kodni ko'proq o'qish bilan vaqt sarflaydi, yozishga nisbatan va jamoadoshlarimizni kodini biz ko'proq o'qiymiz. Shuning uchun qanaqadir bitta standartlar, industriyadagi eng oliy praksislarga asoslangan tushunchalarni shu kitob beradi. Ya'ni katta kompaniyaga kelgan bo'lsangiz, kod katta ehtimol bilan shu bo'lgan qonunlar bilan yozilgan. Bu bir. Keyin 3-chi kitob dedingiz. O'ta bilmadim, majburiy degan fikrda emasman-ku, lekin Grokking Algorithms juda yaxshi. Agar odamlar algoritmga chuqur kirmagan bo'lsa, universitetda menga o'xshab o'tmagan bo'lsa, kirishni juda soddalashtirib beradi. Keyinchalik undan harakatlanish juda oson. Grokking Algorithmsni aytib ketgan bo'lar edim. Tushunarli. Endi hozir faqat dasturchilar uchun gapirdik. Endi hamma o'qishi kerak bo'lgan 3 ta kitob sanab bera olasizmi? Krasnoy Otets juda yaxshi yozilgan, oson yozilgan. Anna Karenina insoniy kechirmalari yaxshi yozilgan. Keyin o'zimni eng yoqtirgan kitobim bu Viktor Gyugoni Kulayotgan odam. O'zbek tilidagi tarjimasini Человек, который смеется rus tilida. O'shani o'qiganman. Jamiyatdagi xunuklarni, insonning ichki go'zalliklarini va nabarotini ko'rsatib bergan kitob. Insonni dunyoqarashini ancha shakllantiradigan kitob deb bilaman. Meni dunyoqarashimni ancha shakllantirgan kitob. Shu 3 ta kitobni tavsiya qilgan bo'larsiz hamma o'qishi. Ha. Endi desak bo'ladi, oxirgi savolimiz. Siz 5 yoshli o'zingizni ko'rib qolganingizda, 5 yoshli o'zingizni ko'rib qolganingizda u bolachaga nima deb aytgan bo'lardingiz va shu bolacha siz aytgan gapingiz bilan katta bo'ladi. Iloji bo'lganda shu narsani nima degan bo'lardi? 5 yosh, masalan, 5 Endi uzr gapingizni bo'ldim. Shu joyida 5 yosh emas, deylik 10 yoshli bolakayni ko'raylik. Chunki oldingi safar Hikmat akaga shu narsa bo'lib qoldi. 5 yoshli bola ko'p narsani tushunmaydi-ku dedilar. 5 yoshli emas, 10 yoshli bolachani ko'rib qoldi. Siz nima degan bo'lasiz? Biz siz bilan ilmiy science odamlari bo'lganimiz uchun
hayotdagi voqealar uzviy ahamiyatga ega. Chunki agar men 10 yoshli bolaga nimadir muhimligini aytsam, men hozirgi anaqamdagi ta'siri bo'lar edi. Aniq aytolmasdim, lekin birinchi kelgan fikr 5 yoshli bolani ko'rganimda men onam bilan ko'rishim shansi yuqori bo'lgani uchun onamni bir gaplaridan olishga harakat qilgan bo'larim edim, bilmayman. Agar 10 yoshli ko'rganimda o'zingga amin bo'l degan bo'lardim. Har doim o'zingga ishon. Aminlik bilan harakat qil. Javobingiz uchun rahmat. Endi Blitzga o'tadigan bo'lsak, qisqa savol beraman yoki sal uzunroq bo'lishi ham mumkin qaysidir vaziyatda, lekin siz iloji boricha qisqa javob berishga harakat qilishingiz kerak. Birinchi savolim, bitta so'z bilan o'zingizni ta'riflang degan bo'lsa, nima deya olasiz? Injener. Agar sizni ekspert deb tanishtirsa, nima bo'yicha ekspert deyishardi? Informatsion texnologiyalar. O'zingizni qaysi jihatingiz sizga yoqmaydi? Opinionated. Qanaqadir fikrlarga o'ta suyanganman. O'zingizda nimadirni darhol o'zgartirish imkoniyati bo'lganda nimani o'zgartirardingiz? O'zbek tilini rivojlantirgan bo'lardim. Menga bu ahamiyatli. Ish va oilaga aloqasi bo'lmagan nima ish bilan shug'ullangan bo'lardingiz? Kino. Hozir qila olmayapsiz, lekin kino bilan hozir shug'ullanyapsiz. Hozir qila olmayapsiz, lekin agarda imkoniyati bo'lganda o'sha ishni darhol qilishni boshlardingiz. Stoklar bilan finansist bo'lgan bo'lardim. Menga bu narsa qiziq. Hayotda eng ko'p qo'rqadigan narsangiz nima? Balandlikni yoqtirmasam kerak. Agar qayoqda tug'ilishni tanlash imkoniyati bo'lganda, qayerni tanlagan bo'lardingiz? Men o'zbekligimdan g'ururlanaman. Ya'ni Yo'q, men yo'q, men o'zgartirmasdim. o'zgartirmasdingiz. Yo'q. Amsterdamda bo'lmaganingizda qayerda yashagan bo'lardingiz? Berlinda yashagan bo'lardim. Berlinda yashagan bo'lardingiz. Dasturchi bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardi? Iqtisodiyotchi bo'lgan bo'lardim. Men kinoni yoqtiraman, uni aytdim. Bu yerdami yoki undan oldin gaplashganimizdami aytib o'tdim, lekin kino pul olib kelmaydi. Iqtisodiyotga o'zim ham qiziqaman. Shu bilan shug'ullangan bo'lardim agar injener bo'lmaganimda. Iqtisodchi bo'lgan bo'lardi. Ha. Agar sizni ishsiz qoldirsa kim bo'lmoqchisiz masalan? Shu narsani o'ylab ko'rdingizmi hech? Biz ishxonada buni ancha gaplashganmiz. Agar men ishsiz qolganimda avtobus haydovchisi bo'lgan bo'lardim. Nega aynan avtobus haydovchisi? Birinchidan odamlar bilan ishlaydi. Juda chiroyli atrof muhitni qarab ketib, hayotni ko'z oldida o'tkazdiradi. Kompyuter oldida emas. Hayotda eng yoqtirmagan narsangiz nima? Hayotda yoki odamlarda? Beqarorlik. Men noto'g'ri qaror yaxshiroq beqarorlikdan. Beqarorlikdan. Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Beqarorlik haqida gaplashdik. Boya suhbatimizda bu narsa yozilmagan edi. Ya'ni qolish yoki ketish, ishga kirish yoki boshqa narsa haqida gaplashdik. O'zingizda ham beqarorlik bor qanaqadir ma'noda. Qanaqadir muammolar bor. Sizga bu narsa lekin yoqmaydi, to'g'rimi? Ha. U narsani to'g'rilash imkoniyati bo'lganda aniq bitta yo'lni tanlab ketgan bo'lardingiz. Albatta. Javoblaringiz uchun rahmat. Shu bilan nima desak bo'ladi? Bizani qiziqtirgan savollarimizni hammasini qoplab o'tdik deb o'ylayman. Endi bizani ko'rib turgan insonlarga iloji bo'ladigan bo'lsa, boshlayotgan odamlarga aynan va ko'rayotgan odamlarga qanaqadir o'zingizni gaplaringiz bo'ladigan bo'lsa, gapirib qoldirishingizni xohlagan bo'lardim. Kameraga qarab iloji bo'lsa. Men o'zimdan tajribaliroq va donoroq odamni fikrini bo'lishmoqchiman. Hikmat aka intervyu olgan injener, ular yaqinda yaxshi post yozib ketdilar. Ular ham kelajak AI bilan qanday bo'lishi noaniqligini keltirib o'tirganlar. Men bunga ham qo'shilaman va bergan maslahatlariga qaytaraman. Hozir AI ishlatish yaxshi payt. Kelajak qanaqa bo'ladi biz bilmaymiz, lekin AI va LLM bilan birga bo'lishi biza aminmiz. Chunki hozir uni ko'proq eksperiment qilib o'rganish juda afzal. U kamida sizni yo'ldoshingiz bo'ladi kelajakda. Chunki hozir uni o'rganib advantage bir qolganlarga ommaga nisbatan bitta oldinroq qadamda bo'lishingiz juda muhim va zo'r payt. Shuning uchun ko'proq eksperiment qilinglar, u bilan birga o'ynanglar. Undan zo'r o'qituvchi menimcha hozir yo'q. To'g'risini aytsa, juda supportive, bilasiz, u affirmative.
juda qo'pol xato qilsangiz ham sen молодецsan deb qo'yadi, maqtab qo'yadi. Shuning uchun u bilan birga ketish va ChatGPT hozir arzon. O'rganinglar va uni qo'llanglar. Bundan yaxshiroq moment keyinchalik bo'lmasligi ham mumkin. Chunki iqtisodiy jihatlar baribir haqiqatda kesadi. Rahmat. Umuman olganda javobingiz uchun ham rahmat. Suhbatimiz uchun ham rahmat. Shu joylarda siz bilan ko'rishib, gaplashganimizdan, foydali ma'lumotlar olganimizdan juda ham xursand bo'ldim. O'rtoqlar, agar sizlarga suhbat yoqqan bo'lsa, sizlar o'zingizlarga nimadir foydali narsa olgan bo'lsanglar, videoga like bosib, subscribe knopkasini, ya'ni nima desak bo'ladi, obuna knopkasini bosib qo'yishga harakat qilinglar, iltimos qilamiz. Bu bizning loyihamiz, suhbatlarimiz davomiy bo'lishiga birinchidan yordam beradi, ikkinchidan meni shaxsiy nima desak bo'ladi, motivatsiyamni ham ushlab turadi, Xudo xohlasa. Undan tashqari, agarda savollaringlar bo'ladigan bo'lsa, izohlaringlar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiringlar videoning tagida. Shu bilan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Iskandar aka, sizga kattakon rahmat. Chaqirganingiz uchun, rozi bo'lganingiz uchun juda ham foydali ma'lumotlar oldik. My pleasure. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat.